Hammaga assalomu alaykum. Bunaqa zalni anchadan beri ko'rmagan edim. Shunaqa zo'r kvartiramiz chiqyapti. 2 tabaqali eshikdan shundoq ochganda kattaligini qaraydi. Judayam chiroyli. Hammamizga nasib qilsin. Judayam ajoyib ekan haqiqatdan ham. Televizor zonalari alohida qilingan, kattagina shkafli, biokamilli. Tak bu yoqda mягкий zonamiz, ya'ni televizor ko'rib o'tirish bu yoqda mehmon kutadigan, ovqatlanadigan zonamiz. Hozir bizni Yunusobod tumani Darxondamiz, shahar markazi. Shunda yo'l yuzida joylashgan domni, yon tomonda joylashgan kvartiramiz. Skvoznoy planirovka. Katta oynali. Tak, 136 kvadrat, 3-qavat, etaji ham juda ham zo'r. Mana 2 tabaqali eshik ko'rganingizda. Bu yoq prixoshka qismimiz. Prixoshka qismimizdan juda ham katta, eshikdan kirganda o'ng qo'lda katta shkaf. Tak, pufik zonalari hammasi razdelniy xona, alohida qilingan hamma xonalar. Bu yoqda ham katta shkafimiz bor. Tak, chap qo'ldan boshlaymiz endi. Zaldan keyin bizda bitta spanyamiz, marhamat. Televizor, konditsioner, mebel, texnika, hamma narsa tayyor. Kvartiramizning eng zo'r qulay tomoni shunda ko'chib kelib yashasangiz bo'ladi. Chunki hamma narsasi bor. Ko'rib turganingizdek, dars qiladigan zonalargacha ham, ofisning ishlarni qilish uchun ham alohida zonalar qilib qo'yilgan. Undan keyin bitta kattalar yotoqxonasi. Marhamat. Bu yerda ham xuddi shunday hamma narsa tayyor. Mebellar 2 tomonlama qilingan, bosh tepasiga ham qilingan. Tak, bu yerda televizorimiz, make-up zona, konditsionerlari. Ozgina kadrga rozi bo'lasizlar, apparatim qolib ketibdi. Mana qo'llayapman. O'zini ichida alohida sansuli ham bor. Marhamat. Dushovый kabinali qilingan. Tak. Endi umumiy yuvinish xonasi. Sansulimiz. Bu yerda vanna ishlatilgan. Kolaboratsiya oq qora kafilda tanlangan ekan. Yonginasida bitta детский spanyamiz. Juda ham ajoyib chiqqan, rangidan qaraydi, boblashgan ekan. To'g'ri dars qiladigan zona. Mana buni olib tashlab, 2 ta kravat qo'ysa ham, 2 ta bola uchun ham juda ham ajoyib bo'ladi. Mana o'ziga moslangan детский shkaflari ham bor. Tak, bu yerda alohida 2 ta dars qiladigan zonalari, 2 ta tokchali zonamiz, konditsionerlari juda ham ajoyib. Hammamizga nasib qilsin. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Tak, endi oxirgi ko'radigan joyimiz oshxona. Oshxonada ham 2 tabaqali eshik qo'yilgan, oynali. Oshxonamiz ham juda ham katta mana, marhamat. Kvartira uchun bu planirovka menimcha eng ideal planirovka, skvoznoy bo'ladi. Tak, oynadan ochib qo'ysa ham bemalol konditsionersiz yashasa ham bo'ladi. 50 gradusda emas, конечно. Tak, ovqat tayyorlagan zonalar ham hamma narsasi alohida zo'r qilingan, o'rtaga televizor qo'yilgan, двухкамерный холодильниклari, pechka, mikrovolnovka burchagiga joylashtirilgan konditsioner va ovqatlanadigan zonamiz. Tak, dvorimiz ana shunda ko'rsataman mana. Dvorimiz ham juda ham zo'r. Ko'rasizlarmi? Mana shu domning orqasida katta yo'l joylashgan, Darxonning yo'li shunda. Rakvinada shetga o'rnatilgan ekan. Xullas, bu kvartiramiz sotilyapti. Yunusobod tumani Darxondamiz, Alayskiy bozori orientir bersak ham bo'ladi. Restoran Basri Baba deb yozsanglar, shunda chiqib keladi anaqaga. Kartadan. Zalda ekan, haqiqatdan ham zo'r ekan. Mana. Narxi 277 ming, 136 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bo'lib ko'rsanglar, juda ham yaxshi narxda chiqyapti. Tak, past raqamni qoldiramiz. Kadastr xat hujjat hamma narsasi tayyor. Ipotekaga berilmaydi, oldin aytib qo'yaman srazu.